Ana hozir bu ilanni o'zimiz qo'yamiz. Отоплениясini ham o'zimiz qilib berganmiz. Bari hammomni ham o'zimiz qilib berganmiz. Endi uy egasi nima qilyapti? Ichki montaj qilib beringlar deyapti. Bu yoqlarni endi ichki montaj qilib, hozir chiqayotgan PVXlarda zo'r qilib beramiz. Bu yerda kotelni o'rnatganmiz. Chotki ishlayapti. O'sha yozga chiqib qoldi, endi to'xtatishdi. Ko'rishingiz mumkin mana.